Hammaga assalomu alaykum. Qo'shni tashkilotni kaptarlari. Men ham ko'proq uchirsa tomosha qilib turaman. Shu yerda bitta rosa o'yinchi kaptar bor. Rosa o'ynab uchatdi. Hozir uchirishni boshladi. Shunaqa quruq qilib chiqib ketadi, ko'tarilib ketishadi bular. Rosa o'ynab uchadi hozir. Shu o'ynab qolsa videoga tushib ana. Hiç o'xshamay qoldi. Bitta orqaga tortadigani bo'ladi-da mana shunaqa. Orqaga tortadiganlarni sekin chiqarib olib, chuqurlarini qoldirib olish kerak. Shunda bir-birini yetalab chiqib ketadi. Mana orqaga tortib bittasi qo'ndi, qolganlari ham pastga tushib oldi. Sog' bo'linglar.